Andijon viloyatida qadimiy masjid xonaqoh haqida bilarmidinglar? Bu yer faqat masjid, qadimiy qadamjolardan biri ham. Men sizlarga bu haqida 5 ta fakt aytib beraman. 5-inchisi sizlarni qiziqtirishi aniq. Qani, ketdik. Birinchi fakt. Xonaqoh jome masjidining qurilganiga 450 yildan oshgan, ya'ni 464 yil. Ikkinchi fakt. Masjid Hazrati Sherali Eshon tomonidan qurilgan va shu kungacha masjid xizmatida eshon va maxdumlar bo'lib keladi. Uchinchi fakt. Xonaqoh masjidi islom me'morchilik yodgorliklaridan hisoblanadi. Masjid 15-16 asrlarga borib taqaladi. To'rtinchi fakt. Masjid minorasi naqd 15-16 metrni tashkil qiladi. 5-fakt. Xonaqoh jome masjidini qurgan Hazrati Sherali Eshonning qabrlari masjidning orqa hovlisida joylashgan. Bu yerni kelib bemalol ziyorat qilishingiz mumkin. E'tibor uchun rahmat. Obuna va like bilan qo'llab-quvvatlab qo'ying.